Şinjan Sabah Mədəniyyət Tarixi çəkiliş şirkəti işləyən Şinjan Miras Kiyim-kechak Mədəniyyəti çəkiliş şirkəti tajdarlığındakı Sabah Köy proqramımızın alaydı sani. Qadrdonlar, har kunidagi 10 minut vaqtinglarni ma'nolarga ega qilish bizning burchimiz. Men riyosatchi do'stlar Nazigul Tursunjon. Qadrdonlar, bugungi sahnamizdan o'rin olgan cho'lponlarimiz ham aziz mehmonlarimiz hammalarga tanishlik, shundaqdimi ko'pchilikka Sabah sahnamiz orqali salomini yo'llash uchun tanishtirib o'tgim keldi. Sahnamizga aziz mehmonlarimiz qatoridan Al qalbidagi san'atkorimiz, shundaqla Tianshan kino studiyasining ataqliq rejissyori, davlatlik birinchi darajalik artist, qalbimizga ustoz san'atkor Abdukerim Ablis qarshi olamiz. Abdukerim aka. Bugungi shu Sabah Köy programmamiz orqali har qaysinglar bilan o'z ko'rishganligimdan intayin xursandman. Ma'lum uzun bo'pti ekan bunda sahnaga chiqmoqmag'ili. Danshiga chiqmoqlimi? Danshiga chiqmoqmag'ili. Hali yo'riq chiqib oldigan bo'ldim. Biqinimda qamirdim bo'lgandan keyin. Val. Taqirib chiqaman deyman bu. Qarshi olamiz Abdukerim aka. Rahmat. Bu yoq bo'lsa, hammalarga shu o'ziniki siyoqi bilan oldi bilan tanilgan. Yana kiyim-kechak madaniyatimizga to'p qo'shib kelayotgan bu san programmamizning tajdorlig'idagi shirkat Şinjan Miras Kiyim-kechak Madaniyati çəkiliş şirkətining qurg'uvchisi, direktori Qamardin apandim bo'ladi. Qarshi olamiz. Salam, Şinjanning har qaysi joylaridagi Sabah programmamizni yaxshi ko'rib ko'rayotgan do'stlar. Shundaqla Şinjan Miras Kiyim-kechak Madaniy çəkiliş şirkəti ishlab chiqarayotgan Miras elchi markasi kiyimni yaxshi ko'rib setib olgan barliq do'stlarimiz, sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Bugun bu sahna orqali sizlar bilan ko'rishganligimdan xursandman. Qarshi olamiz. Bu yoq bo'lsa, mening kasbdishim, yana al qalbidagi san'atkorimiz. Şinjan San'at Yurti Serik Ömügining davlatlik birinchi darajalik artisti Mehmetcan Ro'zsaid qarshi olamiz. Xo'sh, hurmatlik ekran oldidagi barliq ota-onalar, do'stlar, yaxshimisizlar? Men Mehmetcan Ro'zsaid, hammanglarga sig'inish salom, oliy ehtirom. Mana bugun biz Sabah Köy programmasiga bizningki Miras Kiyim-kechak çəkiliş şirkətininki alaydı sani. Shundaqla men Miras bu kiyim-kechaklarninki obraz vakili bo'lish suhbatim bilan Abdukerim kam ilchi kiyim-kechaklarning obraz vakili bo'lish suhbati bilan Qamardin do'stimizga hamdam bo'lib bugungi alaydı sanga qadam tashrif qildik. Shundaqla biz shu Sabah Köy programmasininki sahna oldi va keyindagi barliq ishchi xizmatchi do'stlarga yana bir qatim oliy salomimizni yo'llaymiz. Armag'aysizlar programmani ayt katta bo'layotdi bizning bu programma kelganimizdan o'zimizga nihoyat baxtli his qilamiz. Voy rahmat. Demak hamsa bizning shu bugungi sahnamizga aziz mehmonlarga qarablam bugungi suhbatimizning ko'ngilli davomlashadiganligiga ishondinglarmi deyman. Qadrdonlar, har kuni biz yangi kuyimiz, yangi hikoyamiz orqali sizlar uchun xizmatda bo'ldik. Albatta, mana shu xizmatlarimizning o'ng'ishli ilib berilishida Sabah Madaniyat Tarixi çəkiliş şirkətidagi parda oldidagi va og'zidagi xizmatchilarning kuchishidan boshqa yana bizni alayda qo'llab kelayotgan mana shu Miras shirkatiga o'xshash korxonchilarning qo'llashidan ayirib qarag'il bo'lmaydi. Shunlashqa bugungi alayda sanimizda biz Miras bilan atalgan, elchi bilan atalgan, ya'ni yangidan tug'ilgan Xaston markasida atalgan mana shu chiroyli kiyim-kechaklarning barpochisi og'zida Miras haqida chiroyli hikoyalarga birlikda quloq solaylik. Voy, taxmiyadi. Yangi bir gap borkina Xaston da. Xaston sizga Buning obraz vakili Qamardin o'zi o'xshamamda. O'zi o'xshaydi qilib deb baqsin. Bo'ladi. Bizning Şinjan Miras Kiyim-kechak Madaniy çəkiliş şirkəti 2014-yil qurildi. Asli qurilgani Şinjan Mag'rib Sovet çəkiliş şirkəti. Buning qo'l ostida bir necha markamiz bor edi. Keyin 2012-yildan keyin biz ma'lum sabablar bilan bizningki Miras marka o'zimizning qo'lda qilib boshqa markalar bilan ayrilgan. 2016-yilga borganda elchi markasini biz o'tkazib oldik. Elchi degan bu markaning bizning shu kiyim-kechak tariximizda madaniyatimizda nihoyat muhim rol o'ynagan marka. 2002-yildan tortib rasmiy kiyim-kechak markasi bo'lib bozorga kirgan. Buni Dolqun-kam o'z vaqtida shu markani sang topshirsam xotirjam bo'laman deganlik sababdan men o'tkazib olgan. Hozir hamda biz Miras elchidan iborat 2 marka Şinjandagi Şinjanning dangliq tovar markasi. Miras bo'lsa Urumchi shahrining dangliq tovar markasi. Bu 2 markamiz orqali 22 yil muboyanda kiyim-kechak sohasida eng avval xalqning suyishi bilan, bizni qo'llashi bilan, bizga madad berishi bilan bugünkidek natijalarni yaratdik. Buningdagi taraqqiyotimizmi keng xalqimizning mushunda qo'llab turishdan ayirib qaragan olmaydi. Shunga natijalar bizninglar emas, shaxsan mening yoki bizning bir kollektivning emas, balki keng xalqimizning natijasi deb qarayman. Ma bu Xaston markasi ijaraga olgan markami, asli markami? Bu to'g'riliq tushunchimi da? Shu Xaston markasini yili demoqchi edim aslida. Ma Abdukerim kam so'rab etdi. Abdukerim kam majburlab chiqargan marka ma. Ashtama, shuni so'rabdi buni. Bunimi deyli. Xaston degan bu marka hamda ma bizda diyorimizda
yuqori sifatli kiyimlarni asos qilib bizga agishmagan bir turkum milliychi markalar bor. Lekin sifat yaxshi Jishukan deymiz asosli normal turmushda kiydigan kiyimni qiladigan markalar yo'q. Oldimizga nurg'un mush sahada izlanayotgan yoshlar keldi. Lekin biz bularga mush yo'lni ko'rsatdik, mush yo'lda meninglar maqsad ma'lum. Bir turini tutib mansanglar bizga agashgan qaraganda yaxshiroq pul topsizlar desak, uningga ishonmadi. Ammo bizni do'rab mengiz ishondi. Do'rashni eng oddiy usul deb qaraydi. Amaliyotda Xaston degan bu marka biz ma'lum bir Yoyiku deb bir marka var, deyish to'g'ri keldi. Bu markaga asosan mushuni 8 yildan tadqiq qilib, bu Yaponning bir markasi ishlab chiqargan maslat butunlay Jungoda. Davlatimiz ishlab chiqarildi. Dunyoning hamma yeriga taraydi. Maslatning sifati yaxshi. Bularmi asosiy kiyimlar deganda ishchi kiydigan kiyimlar, teshik kiydigan kiyimlarda masalan oq mayka degandek turdagi kiyimlar. Andan kestim bir ko'ynaklarimi nayt azan. Masalan 99 yillik ko'ynak bilan Yaponiyada eng yuqori ko'ynak setish maharati bilan dunyoga tanilgan marka. Bu Xaston markasini kelgan vaqtimizda ishchimiz kiydigan kiyim bu. Teshik kiydigan ba, ishchi kiydigan. Men demoqchi o'g'lim deymanda, agar ishchi kiydigan bo'lib qolsa, Xaston deganda chiqish uchun markani cho'qim kiyimlarimizning bir yerini teshilishimiz kerak. Markaning udulini. Yalnız yeguan qilib da chiroqli qilib qo'ysanglar markasini. Shundan bu mas'ulat Mehmet Jarov Sayed Abdikerim Adız akıllarımızdaki teklif bilen işlep çıkargan markamız. Meni çoğandım bu Xaston degenin özlem ma'lum bir adam üçün laylangan degandek naytibek chiroyli bir nom bilan atilibdi. Şimdi men bu markamı ilchi yoki mirasga o'xshashlar hammalarning yoqtirishiga erishgisi. Rahmat. Unda bo'lsa Abay Mehmetcan askatib o'tib ketdi. Mehmetcan miras kiyimlarining Abdikerim kam ilchi kiyimlariningki obraz vakili ekan. Ammo birinchi savol kelsak Mehmetcan siz qancha pul berdi? Bana bergen pulni hozir hisoblab bo'lmaydi. Bo'lmaydi. 2008 yıldan başlap mana men şu Qamirdan dostum bilan birli ikkimiz shu mirasga chiqamiz debdi ma'qul deb deyishdi qo'limizga bu qo'lam tassili bir tegdi ya buni qo'li qattiq tek ketdimi shu paytda qo'lamni tatib olmay qo'lni tutib hozirgacha kelyapman. Lekin chiqib topsaq tang yeb topolmasak tang yetilishi bu shunda menyapmiz. Lekin pulni gapini qilib qo'yaplam Qamirdanni tayiltib o'tdingiz qara. Chiqib ketdi. Beshim munchaq tayilib ketdi mana. Açaş unosi jixvoganki bilinib qoldi ekan shu. Mehmetcan demak 2008dan boshlab hamkorliginglar bor. Meni çoğandamda jiqra hamkorliklar shu 1 yil, 3 yil ya 5 yilga qadam qo'ygan, lekin sizlarning hozir xeyli uzun. Shunga qaraganda ya Qamirdan askemaske yama askemaske ikkimiz tang mangan qaraganda ikkimiz yaxshi adam o'xshaymiz. To'g'ri deysiz. Cho'qim bir tarafdan ko'ngil og'ritib qolsa tashlab o'tirib kelgan chaqda. Ikkimiz bir-birimizni ko'ngil og'ritmay 15 yil bo'g'ilib qopti. Ras asan emas-a 15 yil mobaynidamda bir niyat bir maqsadda o'sha Abnuraynimizning kiyim-kechak madaniyatiga to'kib qo'shimiz, hammalarga istetik so'q beg'ishlaymiz deb qo'lni qo'lga tutishmayapsizlar. Sizlarga afirin, hamkorliginglar texim uzun so'zilsin. Bo'pti. Abdikerim aka, endi sizchi, sizmi hamda al qalbidagi shu yuksak obrazingiz bilan meningcha xohlagancha bir markaga obraz bo'lmaysiz deb o'ylayman. Endi ishqinglarning hamkorligichi. Ajih pul bagini innaxshi. Pul baganma? Hamma narsani pulga bog'lab olsak bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Chapallan berdi ba'zi vaqtlarda. Shunaqa Ona emasmi? Siz yalang'och qolibsiz deb deganda. Mening uyimda kiyimlarim bor. Bu ilchi markasiga kelsak, naq biz shu 2006-yilga deyman. Shu vaqtda sizmi bor, Mehmetcanmi bor? Biz xalq teatrida o'yin qo'yayotgan vaqtimizda, shu ilchini, burun qilgan ilchidikilar meni izlab kelgan. Shu vaqtda shu bizniki markamizga obraz vakil bo'lib bersingiz deb. Biz o vaqtda o'yin qo'yayotgan vaqt, undan keyin meniki xizmat sababi tufaylidan biz bu bilan hamkorligimiz bo'lmadi. Buni yoki pul talashish yoki boshqa narsa emas. Hech qanday sabab yo'q. Lekin shu vaqtda biz deyishgan, vaqtimiz 2006-yilda deyman, esimda qilishcha. Undan keyin Qamirdan andan bu markani keyin shu miras shirkati o'tkazib olgandan keyin bu ikkimizmi shu ilchi markasini o'tkazib olgan vaqtida Qamirdan bilan ikkimiz faqat telefonda paranglashdik. Nima deganda men oraliqda 5-6 yil asosan hamda shu kinoning ishlari bilan sirti bekrak bo'lib qoldim. To'g'ri. Ondan keyin mana ayt qilamiz, kelarchilik qilamiz deb mana so'zilib biz bultudan boshlab hamkorlashdik. Hozir bizning hamkorlashganimizga 1 yildan ishib qoldi, lekin ko'nglimizda biz burunla ilchi markasi bilan hamkorlashib bo'lgan. Demak ko'nglingizda burunla e'tirof qilib bo'lganda, shundaqmi? Chunki bu ilchi markasimi Anchaqda chiqqan vaqtda birdan-bir Shinjongda chiqqan shu markaning ichidagi eng oldin qartadi marka desak bo'ladi. Hatto men ishkir o'lkalardami tunji qitim şu marka bizning Shinjongning markasini, o'zimizning markasini ko'rganim shu ilchi markasi. Masalan, shu Beyjingdami
Şinjan Dastanı'nın içinde yoğun, çoğun bir zalının içinde ilçe markasını şu vakti görüp ben çıksam boluduğum marken tokma o. Çoğun bunu hemkarlaşım gerekin dep şu vakti ben oylaşkan. Demek hemkarlığınlar şu vaxtla putul bolup dikən sizləşkanlarning. Buldu. Sizlərning bu hemkarlığınlar yenidən başlanıpdı. Texmi uzunluğu sozuluşuğa tiləkdaşlıq bildirmən. Rahmat. Ondaqda Miras degan bu marka hammamizga tonish bo'g'iniga o'xshash. Mirasniki qurg'uvchisi Qamariddin apandimi hozir do'yindagi vanxonlar qatorida kunda jubo qatnashyotidi. Juboning unumi xil yaxshi bo'yotamdi. Bu jubo to'g'risi gap bo'lib qoldi. Bu mushu do'yinni rasmiy boshlaganingizda mening mush tijorat tariximdagi eng jafoliq bir davr deb qarasak bo'ladi. His qildim. Qarasam mishaga metrni silyapsizlar. Hamma ishlaylik uchun naq maydonda bo'layotibdi. Biraz oson emas. Yol asli yo'qdi. Yoluvchilar odamlar menga berib buni yo'l asli bo'lganda emasmi? Chunki bu yangi bir savolga aniq Qamariddinga o'xshash mana shu tijoratchilarimizning boshlaydigan cho'qim buningga oldi cho'qim buning jafosi keyingiga qaraganda jiqroq bo'lishi. To'g'ri. Bu do'yin jibo boshlanganda Abdukarim kam dedi menga. Sen o'zing tushundiysan, sen tushundigandek hech kim tushundirolmaydi. Chunki mahsulotga bo'lgan mehr-muhabbatning ishlash jarayonini sen uqsa dedi. Mehmetcan deydi Adaş men beşida men chiqish payda men beka olsa men davomli kelma. Gap yo'q. Xizmat aldirashlab chiqamayman, lekin mushini boshlig'imiz yaxshi dedi. Lekin ma bizning tuvandagi 70 yerdagi do'konning hammasi qarish qopti. Hammasi sizlar ayada azon setib o'tdinglar, bizning yerda xalq olam qimmatchi deb tiladi deydi. Amaliyotda biz bu do'yinchi bo qilib setish jarayonida sotgan mollarimiz. Asosiyatdan duamal satdik. Skladda qolib qolgan, nomer qolmagan mollar. Buni bahasini tushirib setishga maqsad nima desa hamda amaliy do'konlarda mal oladigan xaridorlar bilan do'yinda mal oladigan xaridor to'p ayrim. Ikki huquq bo'yicha mang'idi. Hamda bizning bularni yoshlar 90-yildan keyin tug'ilganlar bizning milliy markalarni bek tushunib turganlar az. Bularni 2000-yildan keyin tug'ilgan bolalar bek uqmaydi. Mirasda bir marka bor desa, deb anglagan deb qo'ydi. Lekin 70-yil, 80-yil tug'ilganlar asosiyatda milliy markalarni bizning Munda miras elchidek markalarni bek yaxshi uqidi. Bular asosiyatdan strategiyada oladi. Maqsad do'konlarimizda oladi. Do'yindan ko'rib oldiganlar bek az. Endi ma'ni maqsad qilganda biz mush bizning mushkul turdagi mahsulotlarni kiyib boqmaganlar kiyib boqsin. Qiyliplarimizning bizning diyorimizga tushamdi, tushmamdi sinab boqsin degan maqsad qilgan. Bizning o'ylaganimizdek bo'ldi bu. Savdo oborot jihatdan bo'lsin, mayli mushning taraqqiyot yo'nalishidan bo'lsin, ayt yaxshi. Andan bundan to'xtamay izlandik. Mesela ben toxtumay öyrəndim işte oyunğa münasibətli xoşluğunu qanday sözləydi, məsləhətni qanday düşündürdüm, nəsini öyrəndik. Andan bizdən tündüydü 7 adam var. Bu 7 adamның hammasının xizmət ayrım. Amma manda kəsbiyləşib qılıyatqanlar bək az bunu. Hər sahanın var, lekin kengçik sahasının asasiyyətini diyarımızda yox deyərlik. Hem yaxşı qılıyatqanlar ayalçı kiyimi, bunu qılıyatqanlar biz hem onursa kiyim, erlər kiyim var, ayallar kiyim var. Andan Xastondakı yeni bir markamız var. Şuna Xaston tek bazar kirmidi. Tek bazar sanmadık lekin ishlab chiqarish bosqichida. Mushu do'yin jiboning boshlanishi bizga nihoyat ig'ir besim bo'ldi. Bu tuvandiklarning besim bek ig'ir. Mushu ishga jarayonidagi tuyqo'liga qarasak bizning 9%. Mushunga qaraganchada bizning mahsulotni yana yaxshi ko'rib setib olgandan keyin boshqalarning usqonlarga masalan siz metrni bo'yang'i selib olganini ko'ryapsiz. Shu jarayonda o'lchab birimizda uzunlik mancha, kenglik mancha, ishtonning uzunligi mancha deb tartib hammasini. Biz diyorimizga mos kelgan kiyim ishlaganligimiz uchun tuyqo'lisi 9%. Amaliyotda davlat ishininki 50%. Kiyim-kechak sohasi 50% qaytib keldi. Mushdan qaraganda yanada biz ishlayotgan mahsulotlarimizda masala yo'qligini his qilib oldik. To'g'ri deysiz. Mening his qilishimcha, men bir ikki qatimliq mushu do'yinchi bu qatnashib baqdim. O'ltirib masalan, joyimizda o'ltirib turib, ma'lum bir mahsulotni tushundirgan qaraganda kiyim-kechakning ishi bakrak tasgan. Chunki biz buni kiyish jarayonida masalan men mush ko'ylakni kiysam buningga halqib belayman, oyoq belayman, andan o'ri turib, bularga 4 soat, 5 soat ashni o'zimning badanim orqali namoyon qildi ekanman. Boshqa mahsulotdan alohida farqlanadigan yeri bu yerda bir charchash bor. Ikkinchidan siz degandek, bu kiyimni biz o'lchamli tikimiz, lekin odamlarning endi badan qurilmasi yoki ularning o'sib yetilishi o'xshash bo'lmaganligi uchun asli semiz bo'ldigan ya o'riq bo'ldigan ya semiz bo'lib qolsa, uni o'zidan ko'maydi, aksicha kiyim manga to'g'ri kelmadi deganligi uchun qaytarib. Shunlashqa meningcha bo'lganda kiyim-kechak sohasida utuq qozonish oson ish emas ekan. Shunga hamda musahadagi izlanayotgan bel qo'yib etmay 20 yillar ustigacha chiqa olgan Mirasga o'xshash shirkatlarning ishlarining texnik o'ng'ish bo'lishiga chin qalbimdan tilakdoshman. Rahmat. Menga bir gap keldi. Ma Tayvanliklarning bir gapi bor. Balam yaxshi o'qimasang kiyim-kechak tijorat qildirman deydi.
Nima uchun bunday deydi desa, dunyodagi eng tez tijorat kiyim-kechak tijorati. Bizning kallamizda eng oson tijorat kiyim-kechak tijorati. Bizning bularni diyorimizdagilar bir ish qilay desa, birinchi bo'lib nima ish qilay deydi desa, ya dukka ichib beray bo'lam kiyim sat deydi, ya bo'lmasa oshxona ichib beray bo'lam oshxona ish deydi. Amaliyotda bu ikki tijorat dunyodagi eng tez tijorat. Tez tijorat, ham voyaga yetkazish bek tez. Poloni etmek oson, o'xshatmoq tez, shuning o'xshash ishda. Unda bo'lsa, qadrdonlar, miras haqida azdir ko'pdir to'xtalgan bo'ldik. Endi o'sha elchining qarasam, ayolchi kiyimlarimi o'tirg'i chiqibdi, mayada mana chiroyli qizning obrazlantiribdi. Bu elchida ham ayolchi kiyim chiqaribsizlar. Buningda qanday bir alayliklar jig'irildi? Endi ma elchi burundan tortib atlas kiyimlar bilan tunilgan. Atlas kiyimlar asosiyatdan ayollar kiydi. Başta erlar kiyim bilan elchi degan marka Kanmay ko'ylak bilan tunildi, popayki bilan. Keyinda atlas kiyim bilan butkul Şinjan nayt cho'ng g'ulg'ul qo'zg'idi. Şinjanlar emas, O'rta Osiyodimi? Masalan, O'zbekiston qatorli davlatlarda shu vaqtda bekchiq olgan. Bu markaning boshdan tortib ayolchi kiyimi bor. Asli biz aranchi kiyim qiladigan bir kasbiy korxona. Ayolchi kiyimni biz tas tushunmaymiz. Men onun üstüne başını tartib izlenganda erlar kiyimni asos qilib izlangan. Bu elchi degan markani 2016-yil biz o'tkazib olgandan keyin bundan cho'qim ayolchi kiyimni qilish kerak. Shu jarayonda 3 yil izlandim buni. Zodi bu qanday qilish kerak deb. İznish jarayonida tushundim buning asli qanday qilish kerakligini. Lekin men o'ylagan ideya sal baldo ketib qoldi. Men kallam nima deb o'ylabdim sizga, elchi degan marka bir dangliq marka. Şinjanning dangliq tovar markasi eng ko'ni marka. Buningda ishlangan kiyim cho'qim Sovet saroylaridagi langzıga o'xshaydigan manda turdi kiyimlar bilan bir pinda odam yenish kerak deb o'ylabdim. Amaliyotda lekin bizning hozirgi bu o'ylagan ideya tuvandagi ideya bilan ikki qatlam bo'lib kelib o'ylagandek bo'lmay, shu hozir kiyimlarning baholarini, nusxalarini, ubulni qaytadan loyilab, bahasini chingming qilib, xalqqa texim yaqin holatda qilib, andan jet yetishi deymiz ma. Xalqning turmushiga singan kiyimlarni asos qilib bunda bir kiyim ishlayapmiz. Bu yil bo'pmi ma 2022 yılı 3. ayının 8'den keyinki yazlık bazarı var. Şu Rozayit bazarı var. Andakin Kurban Bayramı'nın bazarı var. Muş bayramlarının bazarlarına bir türküm yeniçi nusxadaki bahsine ait muvaffaq kelgan. Her kim elip kiyalaydigan. Turmuşçallık yuqori kiyimlerini 180 xil posun layilab qilib boldik. Hozir jiddiy ishlayapmiz ashini. Shu mallar chiqqanda andi elchining muqim bir orbit shakllanishi bilan birga şu xil nusxada kiyimlar ma kiyim chiqib tursa elchining nusxasi ekan deydigan narsa chiqdi. Tushundim. Endi o'sha elchiniki, o'sha bir biyojisi, bunda qarsak eng'imi o'xshaydi. Asli bu i degan harf-ku deyman. Mushundan elchi degan markasi tunilganga o'xshash, hamda ma'lum bir narsaning tunilishiga ma'lum vaqt ketadi, lekin shuning oqidagi jafoliq jarayonga chidasak, bardashlik bersak bo'ladi ekan. Amsa so'zimni qildik. Abdukarim kammo o'z navbatida yana chiroyli naqshlar orqaliqmi el uchun xizmati bo'layotdi. Birer naqshlar baqcha yanchiqda deb o'yladim. Ben eslimi çoğumuş hem aralashib olmaydi ekandim çoğuman. Naqshni faqat aytmaydi ekan. Men aytdim, hech nima bo'lmaydi ekan. Olma bir o'zirki. Bo'pti, biz shu Abdullah bilan birga bo'lmasa not nazariyasi deydi, shu naqshlardan tortib hammasini biz o'rgangan, siz bilasiz. Dadingizmi o'rgatgan bizga naqshlarni. To'g'ri. Bo'pti, unda bo'lsa, agar aytib bersangiz, aytib beray. Yangi naqshlar bo'lsin, talab bor dehmiyada. Dadınız ismini qo'yib bergan bir naqshi bor. Bo'ldi. İntizar deydigan-chu. Musikasini o'zim ishlab qo'ygan. Nurmat Esendep bir inimiz akkordlashtirib bergan. Shu naqshini aytmasam bo'ladimi? Bo'ldi. Demisizmi, endi biz sizning yo'lingiz intizor bo'lg'ili xeyli bo'ldi. Rahmat. Tayinshig'i bir chiqib olaylik. Boshlab bo'ldi ya bola. Qanamsa intizor temisidagi chiroyli kuy huzuringlarda bo'lsin. Marhamat. Kelgini ketken nigarim, kelgin degende kelmedi. Visaldın dılga aram, bergin degende kelmedi. Visaldın dılga aram, bergin degende kelmedi. Köp yılım öttü, kütüştüm,
yüreğim örtendi bek Yüreğim sığınış bıgan Çekkendi yarim gelmedi Yüreğim sığınış bıgan Çekkendi yarim gelmedi Ötkün ay hep tile Besille yıllar kokuşup Her günü sevda yeşim Akkan yarim gelmedi Her günü sevda yeşim Akkan yarim gelmedi Hayat kandak öterken Bilmedim sensiz gülüm Güllerim bağda koreklep Kütkendi yarim gelmedi Güllerim bağda koreklep Kütkendi yarim gelmedi Mıncınım alsam bir ettim Birsinin ışkım üçün Canımdan aziz görüp Söygendi yarim gelmedi Canımdan aziz görüp Kütkendi yarim gelmedi İntizar kıp gelmedi Rahmet Abdülkerim ka harmagaysiz. Arzumaylar. Çıraylık nakşı boptu bu. Hem de ben nakış olmagandı ken anlaplı besanlı boladı. Yaxşı yeri men heveskarçı hemmek heves kıp bakaman. Heveskarın Şu doğru hevesi söz o. Rahmet. Albatta şu sabah köyümüzde yeni köylerini görmenlerinin diqqətinə sunup kelgan top. Bugünkü bu söhbətimizdə bu yeni köy çıxışını oylab baxmapdı keme. Sizге rahmet aka. Rahmet. Yani yeni naşlar olub qalsa ayan çıxdı mı? Yani keptirəsiz mi? Ayrım deyim ona. Rahmet. Demek endi şu Abdülkerim kamның qarardı ki Abdullah kamlar bolsun. Şu vaqtki davrdaşlar haqiqatan birga mahir köp qadir holatda müştaq tarbiyalanib chiqdi ustozlarning mehnatida. Şunlaşqa endi şu davrdagi yoshlar hozir mana ustoz san'atkor bo'lib bizning har soha har kasbimizga o'z navbatida o'z hassini qo'shib kelyotidi. Bu jarayondagi jafo mushaqqatlar balkim sizlar bilinmasligi mumkin. Shu kinolarni tatayotgandagi yoki shu obrazlarni yaratayotgandagi parda og'sidagi jafolar faqat shu san'atkorlarning o'ziga oydin. Shunga shu jafo mushaqqatlar orqali har millat do'stlarga ma'naviy zavq, estetik zavq berib kelayotgan san'atkorlarimizning umri uzun bo'lsin. Rahmat. Endi Mehmetcanning azroq danishig'i chiqisi bor. Undaqda biz qanday qilishimiz kerak? Mehmetcan ishkimizmi nurg'un sahnalarda hamdosh bo'lib, tang nurg'un katta sahnalarda bir riyosatchilikni qildik. Mehmetcan ishkimizda hamda o'xshamaydigan ishki xarakter bor. Ya'ni men sal eg'ir besib qo'yib oqib tatman Mehmetcan qiziqchilik qilayli deb turib oldi. Shunga men u yerda intizomni buzib yetdim. Anda Mehmetcan xafa bo'lib qoldi. Biz xapib o'ltirashtiraymi? Yo'q. Xo'tanchi intizomimizni buzmay. Haqiqatan mushu abchilamga o'xshataman men Mehmetcanni. Hojam dramatikchi. Hammani qamlashtira oladigan bu bola. Ham seriklarni o'ynab ketayotgan osmon palaklarga chiqib, rollarni elayotgan, e'lonlarga chiqayotgan, naqshini aytayotgan, usulni o'ynayotgan. Demak, haqiqiy bir san'atkorda bo'lish tegishli universal sapani o'ziga mujassamlagan sizdan faxrlanamiz. Rahmat sizga. Sen taqdirchi. Bugun tuyuqsizlar Hem de bu Miras'ın kostyumlarını kiyip kelgandalik bir xil ketib. Bir xilda şampanlan içip oturaman ki de oylaqamsizda. Siz hem de yana intizam buzar. Mehmetcan bol kostyumunu sol depli. Aslınga qayt depmi? Aslınga qayt dep. Bugün nima qilsam bular ustoz bayadi.
Chikkini mollaq aytdim Şaka. sayaqdim yoqqa. Oğlum bulda ustam dese nima qildi shuni? Sizga men do'kon arpagini hali uzun bo'ldi. Shu nima qilgingiz kelsa shuni qiling. O'z kuchingizga tayinlab hamsa. Nemish qilishimda rasla endi shunga ma televizor ekrani oldidagi kichik do'stlarim balkim ko'rib turgan bo'lishi mumkin. Ko'rdim. Kichik do'stlarimiz yoqtirgan budag'aligi karton filmlarniki ma Do'rash ikkimiz to'la sahnega kuldirib do'rab bergan mahoratlarni shu Birishga ko'z bersiz. bir ikkini bundoq Ma'qul. do'rab baqsam kichik do'stlarimiz yaxshi ko'rib kulib qarshi Albatta. Qani, Mamatjonga bir olqish berayotimiz uchimiz bo'lsaqmi, ha? Shu balki ma 90-yillardagi men bilan tang bolalar Ha, bilishi mumkin. bilish mumkin, ha? O'dak bilan chashqandagi o'dakninki ma uyg'ur tarjima ovozida. Ha, ma'qul. Sal jiddilashyapman ustoz. Ustoz Talab chiqib san'atkor. turaymi? Plato, bir Plato. O tablaklar sen kotum şebem tüm sakın beslerini öldürtme. Ek bok bak. Vay! Ben taptıkların anı sana pıskayıp bu. Ben mi kaytaya hayır hoş. Ek bok. Rahmat Mamatjon uchun. Ko'p rahmat. Rahmat. Ustamni o'ltirib qilib intandirib oldi. Ustam deb rasmiy yashu. Ustam Ustam. Ustoz san'atkorlar. Rahmat. Rahmat. Bayada şu ustam deydigan bo'lgan bugun ma sahnada uchimiz o'tag'ida Ha. taz deyishga ani bo'lmaydi. ishlatmaydigan bo'lgan. Taz deganda demaymiz bugun. Ustam Bundaq bir deymiz. hikmat bor ekanda bu yerda. Ustam. Ustam. Sizni yaxshi ko'rayotgan jumoman ishkalarni. Qarang, o'ttirg'i ilib papilab o'tiryapti mana. Asam. Yaqinda men o'ylab qoldim. Ha. Qamariddinning chechini Mehmetcan'ninkidan bakra qilib o'taman. O'ylab qo'ydimchi, bu chaplasak taqib bo'lmaydi ekan, tikkisak taqib bo'lmaydi ekan machashni. Keshin o'stirib, keyinlik tarbiyasak bo'laman. Amal bo'ldik. Men de yilimni sukib kiygizning ustida dumalaydigan. O koni shu chaplashgan bo'lib chiqibdi. Aqmamda. Hozir tarixning ilmidan qo'nmaydigan bo'lib ketdi-chu, jigitning ilmi yo'q. Ma bo'lgan. Sizchi qanday? Sizni mush kichik vaqtida tusunca ma'lum beshingizni qalin yaltib ketganda shu chechingiz bidir. Yo'q, o'zi kichik vaqtda Fangbian gamroqdi. Shuni chechib fahmayman degisiz. Fahmayman. Demak endi o'zimiz bu shunday xosligimiz bilan, yumoristligimiz bilan do'stlarga azroq bo'lsa-mu kulki ata qila oldik deb o'ylaymiz. Chunki o'zimiz xo'sh bo'ldik. Biz xo'sh bo'lgan keyin bizni ko'rayotgan do'stlar, sizlarmi shodlangan bo'lsanglar, bizning madig'imiz chiqadi. Abkerimka Ilgrimda o'sha etot kechiliklarda, yana xilma-xil faoliyatlarda davomli ko'rishib turadik. Yaqinda beri hanim bo'lsa, o'sha naqsha etishni davomlashtirasiz, shuninglar naqshlarimiz orqali ko'rishamiz. Bak oldirashmi? Men bo'lapmi shu 6-7 yil yo'q sal oldirashib qoldim. Uy kelsam, bolalarım mendan cho'ngib ketib qopti. Shuningga diqqat qilgandek fursat topmoqchiman. Ularga miras kiyimi kiyagidek bo'ptimi yoki ancha emasmi? Miras kiyim bayatin deganda xastonni ishlamasa kichik kelib qoldigan bo'lib qopti. Ashtama, unda istikishimiz bo'lmoqda. Maqsad bolalar buritib tikkizmasa hozir kelmaydi. Cho'ng Ha bolalar men aka deb qarayman, burun men ukam deb quchqim qoldigan gul hozir meni quchqim. Siz ashta deyish orqali o'zingizni kichiklab ketadiganligim demoqchi, to'g'rimi? Mendan egizlab ketdi demoqchi. Men taxi. Unda Saatkerimka yig'in beri ishlayotgan kinolarda bir xil jafoliq jarayonlarni do'yinlaringizga chiqaryapsiz. Balkim nurg'un do'stlar burunlarda his qilmagan bo'lsa, hozir qaytadan his qilayotgan bo'lishi mumkin. Kino tartish jarayoni menimcha pek jafoliq. Endi har qanday kasbninki o'z oldiga jafoliq yeri bo'ladi, lekin hammamiz o'zimizning kasbini jafoliq deymiz, lekin kino san'ati haqiqatan jafoliq bir kasb. Bu bizning etotliga, naqshiga o'xshamaydi, chunki kino shu adabiyot san'atininki eng yuqori pallasi deb qarashga bo'ladi. Endi manda aytgan vaqtda nurg'un bizda mushta bir xato qarashyapti. Telefonda olgandimi kino. Apparatda olgandimi kino, kino apparatida olgandimi kino deb qaraymiz, lekin amaliyotda manda aytganda kino deganimiz, masalan, kino bilan televiziya teatrining o'tirdimi nurg'un cho'ng farq bo'ladi. Masalan, surat kirish farq bo'ladi. Apparatlardan tortib hamma jihatda bu farq zo'r. Endi televiziya teatri bu mamlakatning ichidagi hukm bo'lsa, mana bu kino biz ham kino ko'radigan kino deyamdi. Bu xalqaro hukm. Uning ustiga bu xalqaroning hamma yer ko'radigan narsaga buningga bakchiq kuch ketadi. Buningga cho'qim kallimiz nayt saz olmasa, nayt sezgir olmasak bo'lmaydi-ku. Endi japa haqiqatan bo'ldi. Bo'lgandimi bu qatam ishlagan filmimiz 3-ayning 18-kuni taqaydi. Qaysi film? Gul nima uchun shuncha qizil degan film-ku. Bu
ilgari kinosi. Yo'q. Ilgirgisidan bu faqat o'xshamaydi. Faqat ilgir kinoda shu naqshi botdi. Lekin bu naqshining ismini biz qo'yishimiz sabab bu ayni chaqda bu nodir bir film bo'lgan. To'g'ri. Endi bizning bu daqma ishlagan filmimizmi meningcha xili nodir film chiqdi deb qarayman. Chunki bizniki nurg'un mutaxassislar mamlakatimizdagi eng cho'ng mutaxassislar ko'rgandan keyin bak yuqori baho berdi. Bu yerda bunda deb o'tirib men bu kinorimni danglab maqtib bilish. Lekin menimcha mushu uchurni belgilamiz bak yaxshi yo'lda 3-ayning 18-kuni bir xil tarqalamdi. 3-ayning 18-i butun mamlakat bo'yicha tarqaladi. Undan keyin anda hammamiz cho'qim kino biletlarini ilib tayyor bo'laylik. Xalqaro taqaydi. Endi bu filmni ishlagan vaqtimizda Toshqo'rg'onda ishladik. Toshqo'rg'on endi hammamiz bilamiz dengiz yuzidan egiz. Eng töve yeri Toshqo'rg'on nayining o'zi 3200 metr dengiz yuzidan egizligi. Bizning bu filmni ishlagan yerimiz asosiyatdan 4000 metrning ustida. Bu yerda kunda bosh qiyish, bosh og'rish degandek oksigen yetishmay, o'shidan ketish degandek ishlar bizning filmlarga kunda biz ko'rib turadigan bir ishlar. Arish ordusida ishlagandek-chu, Arish ordusida ishlagandek asholaga yonida bulutlarga desib suratga olgan gibi. Sizni chaqirib suratga so'ng men baray degandim, pishtak chaqandi keldi dedim aql. Bu oksigen yo'q yoki ko'nab olmaydi. Hargiz ko'namayman juma. Hozir o'ylasam bir xil merim siqilyotdi. Toshqo'rg'on degan tongizda o'yladim bo'lgan jabas. Chiroyda amdi o'shaldi. Aşağıda 3 gücü kazım qaramda aptap kuyab ketdingiz debdimiz xili kelgandiki mi çöy. Bedende chiq o'zgarishlar bo'libdi. Bedende buning ustiga bu egiz tog'da ishlagandan keyin yurak yo'g'nab ketdi ekan. Yurak yo'g'nab bakar no'chib ketdim deganlik emas. Maras yurakning kulimi o'lchimi yo'g'naydi ekanda. Demak, Toshqo'rg'onda bu o'liq cho'yang deymiz bu yerda oksigen yetishmaydi ekan. Uni ishlab bo'lib, undan keyin o'zimizningki masalan, o'nchi yakashga qaytib kelgandan keyin zuyang deydiganimiz oksigendan zararlanish bo'ladi ekan. Bu chiqilib bu buning bu oksigen yetishmaslik mana chatqa vaqtda butun badandan chiqishiga 6 oydan bir yilgacha vaqt ketadi ekan. Hozir chiketim deb yiqan. Sal asrash bor hozir. Demak, endi shu rol elishning jarayonini men japonlik deb sizlarga so'zlamoqchidim. Hozir endi mao sharoit masalasiga. Endi qadimiy filmlar bo'lib qolsa, tarixiy filmlar bo'lib qolsa, yo'g'on dubulg'alarni kiyib, atliq minib qiladi. Hozirgidek bundaq egiz havo sharoitida endi oksigen yetishmasligining o'zi birinchi omilda u nafas yo'q degan narsa endi hech nima qilib bo'lmaydi. Mushundaq bir endi qiyinchiliklardimi nurg'un nodir filmlarni ishlab ko'pchilik uchun xizmatda bo'layotdi mana Abdukarim kamlar. Rahmat. Bu da qadam Abdukarim kamning achchig'ini keldi desam burun qo'rqatdim. Mendan egiz o'g'onga qadam yo'g'onman, 2 qadam chomdisa 1 qadam chomdisa yetib oldi. Bu qadam achchig'ini keldi desam oldi yugurib qassam bo'laverdi ekan. Nafs yetishmay men yetishmaydi. Hozir o'ngishib ketdim juma. Yana yetishaman. Shada yugurib shunmanlamda. Qo'qlishib baqildim ya. Saçqan bil, mushuk bilan saçqan deydi. Ashni bak yaxshi ko'rganmish bola. O'zi ayni vaqtda kichik emasmi o'sha filmni ko'rgan vaqtda. Shu kichik vaqtdagi hissiyotini hayotimizga eslaydi. Eslab shuni qiladi-ku. Balalik hissiyotlar ketmagan bir o'smir. Bu mangu yana 50 yildan keyin ko'rsangizmi, yana kichik bu. Bu cho'ng olmaydi bu. Men shunda turdim. Shunda turdi. Ha, rost. Qarab tur, atyoga bolalarimiz bilan o'ynayman. Ajab yaxshi. Rahmat. Telqa Abdukarim kamning ito'totliqa shu ashini o'ynasa qo'lamdiki, men Sayponninki ya elqi Mehmondan. Ya kiyim tikizilgan mehmonning rolini olsam Abdukarim kam shaldir deb sen ustam deb ketganmi? Kamerdan rolni o'ynayman. Ha. U vaqtda men chechimni ilib bitib, pak-pakez, qumqaga surib paqirtib chiqamdim seniga. Qara, sen bo'lsangmi qo'lingni menda qimg'ini hozir do'yindi bak olib ketishim menda Allah. Shu masalani deysin deb mendek mana qamirtindek o'tirafkam. Anamga maqayslar deydi. Qo'lingizdan Mava kilo fukam mava ka. O havaldek chiqdi. Bunda qilmaydi-ki. Qo'lingda pashina chivini tutib olganda. Aslning qo'llari mava. Men bunaqa qildim, bunaqa qildim. Bunda qildim. Mava eliqa bu pul degan narsaga kinodagi Abdukarim kamdan okey deb qo'y. Bunda okeymi? Okeyni mandaligini bilmasam men shu manda okey dedim. Hozir bilib olasiz. Shu sildirganga okey bu. Yana shu ustoz. Men har holda men sal bir ustam. Sal hali bir qattiq turgan san o'xshamda bo'shab ketgan menda do'yin azku. Isming kelganda o'tkazuytan. Ha, chataq chiqdi. Bu ustoz degan gap balqi ma hurmat. Ustoz meyada ma so'rinda. Ustoz degan gapni ustamda. Ustam degan shu mening kilam degan gap bu. Chiqma bugun mana ustoz degan gapni ustam deb elish qarori keldi. Ustam degan mening lam degan gap. Hatim boshqasiz bo'laverdi. Qamirdan kelmagan so'rinning har qanday ustoz desangiz bo'laverdi. Ha, bo'lsa. Ma degan so'rinda bunda yipib
ustam deb xuddi ustoz deganda gapchi u ustoz degan Ishqilib, biz gap yandan chiqdi deb o'sha dushmanlar yonimizdagi aslida sizni taz dedi. shuning bilan bu qiziqarli ish bu yerda Ha. qamirdan Çay bir koyayım chog'da mı? mashina olganda buni uzuqmayla bunda nomerini tanlamabdi aka bassa bunga Tezi deb chiqdi. bilma chichi ba deb chiqig'lovchi Ha. chichi ba voy obdan chiqdi deb asa butun adam qamirdan chechi olmagan ekan payjosi chechi va deb Ha, apto chichi ba deb maktabdir. chechi va deb hey deme mashina edimdikin beshiq yemdi diyor. Şoğla peyjonu yutkiretti maşinasını. Oshda chiqibdimi? Bir hikmat bajmomish onda. Ha. Ha. Ashbeti doying chiqamiz finsi degan azra qo'shiladi. Ya hazırım yaxshi. Ha. Eng saq vanxongmi shu qamirdan. Ras. Normaldin da. Ashtam. Normaldir. Nimeniki ek yok, nimenin olsa yok. O ötkende digentim hem de seqamo jiq ba doyindichu. Hem de kömürden yok vanxongning seqi deb digentim. Lekin ma yaqinda yog'i hali saqlanib Saqlanib chiqyapti. chiqyapti, Masalan, ha. kiyim kechak setyapti. O'zining mahsulotlarini tanishtiryapti. Nurg'un yaxshi ishlarni qilyapti. Ha. Ijobiy Yaxshilarni shunday yaxshi aytyapti. gapni deyapti. Aktif energiya verdiganlarım var. Aktif energiya berayotganlar bor. Uning ustiga nihoyat passiv ba'zi shu G'alit kishilar jiqlab ketdi. g'alitlar jiqolib ketdi. Cho'qim biz madaniy ham o'zimizniki salobitimizni ham o'rnimizni bilib turib, andin shu doyinda jiboq Shu qilsak, o'zim shu jiboq qilmoqdamiz. Miroslar elchini kiyib turib, yaxshi gap qilib turib chiqsin bo'ladi-ku, ya'ni shunday Ha şu. Mayli-ku. Endi shu miros kiyim-kechak madaniyati chekish shirkning buningki istiqboli texmo parlaq deb ishinaman. Kelgusi taraqqiyot planinglardimi ko'pchilikni azroq xabarlantiramdik. Bo'ladi. Biz Şinjan Miras kiyim-kechak madaniyat cheklik shirkati atrofimizdagi qo'llag'ishlar bo'pmi boshda Abdukarim akamdek bizni qo'llab to'xtabdi demay. Mush bizning elchi degan markamizni tanlab obraz vakili bo'lib bergandan o'zi biz uchun bek cho'ng madad bo'ldi, kuch bo'ldi bu. Masalan, Mehmetjandinki hozir bizga 15 yil bo'ldi. Mehmetjan bilan biz tanishib, ag'inib, bizning Mirasniki obraz vakili bo'lgan. Ta hozirgacha har qanday bir faoliyatimiz bo'lsin, shirkatning qanday o'rlashtirgan, hattoki ba'zi loyiha ishlaridan tortib aralashdi. Aba yo'lda kelgichim biz bir qancha loyihalarni ideyamni desam, buningga ba'zilar bo'ldi, ba'zilar bo'lmaydi. Ma'ni mandara qilmaydi deb fikr berdi. Bu ham biz ilqi tijoratliklar hamkorlashish emas, oilaga aylanib ketdik-ku, qarindoshdek. Abdukarim kam nurg'un narsalarni maslahat berdi. Kam ananda qilaylik, manda qil, ma yo'l to'g'ri ma deb. Bu atrofimizdagi mana shunday aqllarimiz, ilimdorlar, ular ilmini aymidi, bilimini aymidi. Bizning atrofimiz tanday, bizning qo'shunimizmi? Bizda hozir 300 dek xodim bor bizning qo'limizda. 70 necha yerda ishlaydi. Shirkatning o'z ma'muriyatimi 30 dan yuqori 38 ga yaqin odam bor. Mayli isklat bilimliklar bo'lsin, mayli loyiha bilimliklar bo'lsin. Bular hech qaysi kuchini ayab boqmadi. Bu bizning qilish tegishli xizmatimiz ham, o'zimiz so'ygan kasbda. Lekin eng muhimi nima bo'lsa, xalqning bizni so'yishi yo'qolib qolmadi. Mush ta hozirgacha bizni qo'llab bugun kelgacha mush markaninki 22 yil turalishi o bir odamning kuchi bilan bo'lmaydi. Kan xalq qammasning so'yishi, madadi bilan bo'ladigan gap. Buningdan keyingi planlarimiz qanday desa, biz elchi yanlam yuqori sifatni xohlaydigan Abdukarim akamning obraziga mos bir turkum xaridorlar to'pini tutib meng'iliq. Masalan, bizning Miras markamiz bo'lsa, Mehmetjanga o'xshash ko'p qodir yoshlarni asos qilgan. Hamda bu yoshlarning kiyimi ko'proq. Hamda Xaston degan yangi markamiz bo'lsa, desa, texmi xalqqa yaqin bo'lgan. Masalan, buning kostyumlarining bahasi hamda bu raqlardan tatib hammasini to'qitib o'rlashtirdik. Nayt xalqqa yaqin. Masalan, 500 ko'y atrofidagi pulga yarishimliq bir qur kostyum setib ola oladi. Masalan, ko'ylak muvofiq ekan-da. Sifatlik, material yaxshi. Keyga odam masalan hatto uxlash kiyimlari bor. Chajuyfulari bor. Andan keyin Michael'lar bor, yozning kuni odatda ta'diy qilib kiydigan. Mushqil turdagi kiyimlarni o'ylashib qilyapmiz. Buningda ham yana mush xalqning hozirgidek suyishni texmi qo'lga keltirish uchun biz to'xtamay har xil faoliyatlarni qilyapmiz. Bizga masalan to'yinda jiboq qilgan odatda ba'zi 2500, 3000 odam turadigan vaqtlar bor. Az deganda asosiyatdan 600-700 odam bor. Bu nayt yaxshi bular to'xtamay bizga uchur bergilik hamda bevosita to'yinga chiqqandan keyinki
erishganimiz nima bo'ldi desa, xalqninki bizga bergan uchur bo'ldi. Har xil savollar kelib turdi. Mana anda qildik, mabamu, abamu. Mushuningdan biz yangi uchurlarni ega oldik. Biz 70 dukkandan olamagan uchurdan biz mana o'yinda ilib oldik. Mushuningga bevosita qatnashib, boshdan tortib oxirgi turish jarayonida nayt zo'r bilimga erishdik, ham japonimi tatdiq. Lekin bular biz uchun ishim emas. Bizni har qitim jibodi masalan kunda deydigan gap nima bo'lsa, o kazon tayshin kuli deb yozdi. Voy yo'q, bu sizlar uchun xizmat qilish men uchun sharaf, bu qilish tegishli ishimiz bizdan. Sizlar bo'lmasanglar bugunimiz bo'lmaydi deb turibmiz. Shuning o'xshash. Shunga kelgusi planimizda 3 markani 3 xil ideya, 3 xil uslub, shu ruh bo'yicha ilib maqmoqchi. Xaston asosliqi xalqqa teg'im yaqin bo'lgan kiyimlar. Ba'zi muvaffaq, sifatlik, yoshlar yaxshi ko'radigan. Cho'nglarmi kiyalaydigan, yoshlarmi kiyalaydigan andikin bodeklar kiyim bizda yaqindan biri bodeklar jiqib ketibdi. Abdukerim kan bana degan semizlar jiqib kam Qashqar tarafda. Hozirliqi hammadamcha namratlikdan qutulib ketganda ekan, hamma samir kutib boribdi hozir. Beyba, qolgani yeb, turmush Buronliqi kinolda ko'rdik, butun boy pomchukli semiz bo'ldi. Hozir bizning xalqimiz semiz bo'lib ketib bordi hozir. Hammaylar samir boy yashab, inoq baxtiyor jamiyat yashayapmiz. Bodeklar uchun maxsus bir turkum kiyimlarni loyilab, ularni ishlashga berib tayyorligimiz oldingi qishdan tortib boshlagan. Uningki ilchi markstiklar bor. Chuqurroq sifatliklar kiydiganqa. Mirasning yoshlar kiydigan bir turkum mallar. Anda xastonga chichuqanlik yo'g'on numurliq. Masalan 130-140 kilo kelgan odam bizda bek chiqqan. Lekin biz ularning o'g'irlashini yana tavsiya qilaylik. Salomat bo'lsin. Oshunda odam bek chiq. Osh xil turda kiyim birinchi ulab tugab ketdi. Chunki unda odamni biz oz deb qaraymiz, oz ishlab chiqaramiz, boshda shu mal tugab ketib boradi. Shundan qaraganda mushu soha bo'yicha ehtiyojga asosan mal ishlab chiqarib, kelgusida kan xalqimizning yana qo'llab berishni, bizga madad berishni, to'xtamay fikrlarni berishni, xato qilgan yerlarimiz o'z kechirib, shundan birga bizga ko'rsatib berishni arzu umid qilaman. Rahmat. Oxirida ko'rarmanlarga ko'pdan ko'p rahmat. Bugünkidek sabah sahnasidek bir sahna orqali bizni yoqtirib, bizning mahsulotlarimizni setib olgan kan xalqimizga ko'pdan ko'p rahmat. Sabah kuyga rahmat. İşleringlar texim yaxshi bo'lsin. Yangi mahsulotlarni sabah kuydan ko'rishinglarni arzu qilamiz. Rahmat. Tasdiqlaganingizga rahmat. Demak, bugungi sabah kuyimiz orqali bir kiyim-kechak korxonasining besib o'tgan musofirlarini, uning korxona madaniyatidagi tutgan savdo andizisini ham mushu kiyim-kechak markasini barpo qilish jarayoniga hikoyalarini anglash bilan birlikda chiroyli naqshlarga va yumoristik so'zlarga quloq soldik. O'zimiz ko'rishni arzu qilgan cho'lponlar bilan didorlashib oldik. Bakmi ahamiyatli suhbat bo'ldi. Meningcha kiyinishning o'zi bir san'at. Chiroyli kiyinish bo'lsa, o'ziga va o'zgaga qilingan hurmat deb o'ylayman. Shunlashqa mumkin bo'lsa, amal ba chiroyli kiyinsak, o'zimizning mana shu a'to badanimizni chiroyli kiyimlar orqali, chiroyli liboslar orqali texmo pardozlasak, har kunimizga yangi ma'nolar qo'shildi. Har bir kunimiz texmo ko'ngillik o'tadi deb o'ylayman. Har birimizga sog'lomlik va ko'ngillik damlar har vaqt yor bo'lsin. Xinjiang Miras kiyim-kechak madaniyati chekishlikning bundan keyingi ishlarining texmo o'rindoq tepishini, gullab yashashini umid qilaman. Sahnadagi ustozlar, harmag'aysizlar, sizlarga ko'p rahmat. Ekrandagi qadrli do'stlar, sabah kuyimiz ati yana o'xshash vaqtda sizlarning huzuringlarda bo'ladi. Ati ko'rishaylik mundaqda. Xayr xo'sh. Xo'sh.